Butun osiyoliklarni yig'latgan mudhish holat. Bog'chalarning birida bola kravatdan tushmoqchi bo'lib, bo'g'ilib vafot etdi. Tabiiy gunoh bo'yicha bog'chada vafot etgani haqida texnik aspektda bolaga e'tibor berib qarashilgan. Va ushbu holat keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Kelib turdim. Mas'ullardan yaxshi qabul bo'lmadik. Mana misol bola uxlaganda uni ovozini eshitmagansiz. Mazkur voqea qisman ochiqlandi. Holat qanday bo'lgan, kimning aybi bilan va kim javobgar? Tarbiyachi bog'chadan ham aybi yo'q ekanda, balki mudirda aybi. Bu bog'chaga 8 yilga qamalib ketdi. Xo'p, nimaga endi mudirda javobgarlikka tortmaydi? Nima uchun ish vaqtida bolaga mas'ul odamni o't yulishga chiqardi? Albatta video davomida batafsil tomosha qilasiz. Aziz yurtdoshlar, ikki og'iz bog'chada bo'layotgan nohaqliklarga qarshiligingizni bildirgan holatda ikki og'iz kommentariyaga o'z fikringizni bildirib o'ting. Sababi oxirgi paytlar bog'chada bo'layotgan korrupsiya, bog'chada bo'layotgan nohaqliklar ko'plab bolalarning zarariga, hattoki nobud bo'lishigacha bormoqda. Va videomiz kengroq yetib borishligi uchun o'sha jajji farishtaning oxirati obod bo'lsin degan niyatda bittadan like bosib qo'yinglar aziz yurtdoshlar. Yaqinlari ko'rsada ko'plab insonlar ta'ziya bildirganini shu videodan bilib oladi. Bu orada ta'ziyani ham kommentariyaga yozib qoldiring. Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, kuni kecha internet tarmog'ida keng muhokama bo'lgan holat. Bog'chada yosh bolacha uyg'onib, o'sha kravatidan tushayotgan holatda bo'g'ilib qolgan va o'sha holat bo'yicha yarim soat, 1 soat qolib ketadi. Natijada bola o'sha yerning o'zida jon bergan. Ota-onasi chuqur alamzada, kimni ham ayblashni bilishmaydi. Kelinglar, holat qandayligini hozir video davomida qisman bilib olsak. Kecha Qalampuruzda men bitta xabarni o'qib shokka tushib qoldim. Undan keyin videolarni ham ko'rdim. O'zim bog'chalarda oldin ham semiqib kelib turdim. Iltimos sizlardan yaxshi qabul bo'linglar deb. Mana bitta misol, bola uxlaganda neujeli uni ovozini eshitmagansizlar. Hozir men u bolaning onasini ahvolini tasavvur qila olmayapman, chunki o'zim ham bolamdan ayrilgan. Ham u tarbiyachi o'zini hayotini barbod qildi, ham bolanikini. Nimaga uxlab o'tgan bolani oldiga bir marta ham xabarga kirmaganmi? Там не знаю, nima qilgan, ovozi eshitiladi. Baribir bolani baqirgan, u nimadir qilgan. Neujeli eshitmagansizlar shu darajada sizlar befarqmisizlar? O'zbekiston Respublikasi sizlarga oylik chiqarib beryapti prezident tomonidan. Nimaga yaxshi ishlamaysizlar? Bu voqeani ko'rib, to'g'risi o'zim bosolmadim. Yaqinda ham o'zim boshimdan o'tgani uchun men to'g'risi butunlay qarshiman. Bog'chada ishlaydigan umuman yaxshi ishlamaydi. Umuman eplolmayapti. Shular ustidan tekshiringlar. Chunki bu bolani onasi hozir ma'lumcha bilmayman, tasavvur qilolmayman qanaqa ahvolda bo'lganini. Onani hayotini barbod qildilar. O'zlaringnikini va bolanikini e'tiborli bo'linglar. Oilada o'ylayapsizlar jarohat. Nimaga unaqasizlar? Gapirib chiqdim. Bitta begunoh bolacha bog'chada vafot etgani haqida texnik aspektda bolaga e'tibor berib qarashmagan. Menga tegishli odamlar ham yozdi, ko'pchilik menga yozdi bu narsani tushuntirib, ya'ni unaqa emas, aslida vaziyat bunaqa bo'lgan deb. Aslida voqea qanaqa bo'lgan ekan? Aslida voqea, bilasizlar, bitta tarbiyachi, bitta nyanya bo'ladi bog'chada. Tarbiyachi uyga javob so'rab ketgan bo'lgan. Nyanyani, qarochi mudir, bog'chaning direktori, nima deyiladi, shu mudir o't yulishga ko'chaga chiqarib yuborgan bo'lgan, o't yulishga. U xotin chiqib ketgan paytda bu voqea bo'lyapti. Bog'da u tarbiyachi bog'chadan ham aybi yo'q ekanda, balki mudirda aybi. Bu bog'chaga 8 yilga qamalib ketdi. Xo'p, nimaga endi mudirda javobgarlikka tortmaydi? Nima uchun ish vaqtida bolaga mas'ul odamni o't yulishga chiqardi? Xullas, u ayol bolalarga mas'ul bo'lgan. Nima haqqi bor edi? Mudir ham o'z yolg'iz qolgan paytda u ayolni o't yulishga chiqarish. Yana bitta gapim, axrana bo'ladi, kamera bor joyda. Axrana nimaga
kamerani kuzatib o'tirmaganda 24 soat o'tirish kerak. Aqranani vazifasi kameraga qarab. Nimaga aqranalikka normal odamlar olmaysizlar? Bu narsa O'zbekistonda bo'lmagan. Tojikistonda bo'lganda ko'pchilik yozyapti. Bizda bog'chalar ham kam emas. Shunaqa bizda bog'chalarda ham bog'cha opalar, maktabda o'qituvchilar, больницада ishlaydiganlar o't yulgani chiqaradi. Nimaga? Ular o'zini ishi bor, o'zini ishini qilsin. Men o'sha shokitman-da, shokitaman. Hozir Nizashtoga tarbiyachi ketyapti-da. Endi u 8 yilga ketdi qamalib. Uni ham oilasi bor ekan. Nimaga mudir javob bermaydi? Nimaga kattalar har doim jazodan qutulib qoladi? Avvalo Xudodan, to'g'ri, hamma narsa avvalo Xudodan. Peshonasiga shu yozilgan ekan deyishlaring mumkin. Lekin texnichas bu eng opasniy narsa. Bola uyqusiraydi. Nimadir ishlar qilib qo'yishi mumkin. Bu shuning uchun ham texnichas paytida bolalarga alohida ahamiyat berish kerak. Bitta odam обязательно oldida o'tirish kerak. Uxlashi ham kerak emas, bog'cha opalar. Ko'p menda videolar chiqyapti, bolalarni uryapti, igna sanchyapti. Bolalar uxlayotibdi, yonida boshqa tarbiyachi bilan urushib yotibdi. Bu qanaqa tarbiya? Qanaqa tarbiya? Sal mas'uliyat his qilinglar. Oila olasizlar shuning uchun. Xo'p. Iltimos sizlardan bolalarga yaxshi qaranglar. Xususiy bog'chalar sizlardan iltimos. Pulni deb bitta guruhga 30 ta 40 ta bolani olmanglar. Iltimos. Bitta kravatga 2 tadan bola yotyapti-da. Bu umuman hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydi. 10 ta bola olinglar. Qimmat qilinglar, xo'p, 10 ta bola olinglar, normal tarbiya qilib, normal e'tiborli bo'lib qaranglar, iltimos. Aziz yurtdoshlar, ming afsuski bu videoni sizlarga to'liq qo'yib bera olmayman, sababi YouTube'da bunday videolarni qo'yish mumkin emas. Ammo kommentariyani birinchisidagi silka orqali Telegramga o'tsangiz, batafsil ko'rishingiz mumkin. Bola o'sha yerdan chiqayotgani va bo'g'ilib qolib vafot etganligi haqida. Bu hammasi ham emas. Aziz yurtdoshlar, bilasizlarki, hozirgi videoga e'tiborlik bilan qarasanglar, kravatda o'sha bitta bir kishilik kravatda 2 kishi bola yotgan. Qisilib ketganidan tushmoqchi bo'lgan bo'lishligi ham mumkin. Va bu eng yomon tarafi ko'plab bog'chalarda hozirgacha saqlanib kelayotgan odat. Ma'lumot sifatida aytib o'taman, ko'plab bog'chalar, gruppalar 30 kishiga mo'ljallangan, ammo ko'plab gruppalarga borsangiz 45-50 ta bolani ham olganlar bor. Agar ishonmasangiz, bolangizni, farzandingizni bog'chaga berib, tug'ilgan kuniga o'sha necha kishilik narsa olay desangiz, o'zi hisobda aytishadi. Ko'plab direktorlar $100, $200 evasiga yoshi yetmagan bolalarni gruppalarga olishadi va gruppalar to'lishini kutishadi. Natijada bolalar qisilib, bir kravatda 2 kishi ham yotgan holatlarni ko'zimiz bilan ko'rmoqdamiz. Va eng yomon taraflari, ularga ajratilayotgan ovqatlardan o'g'irlab ketayotganlarni ham shu kunga juda ko'p marta tomosha qildik. Va eng ayanchlisi, jajji farishtalar to'g'ri ovozi bordir, ammo kuchi biroga yetadigan darajada emasligini bila turib, bularni yomon jazolayotgan bog'chapalar ham mavjud. Kelinglar, hozirgi video aynan shu haqida tomosha qilsak. Qayerga ketmashdigi tiqtaman. O'taga. Ikkita joyga tiqtaman. Qaysi bog'chapaligingni bilasanmi? Kimlarni bilmayman. Mashtiga ikkita joyga tiqtaman. Men bog'chapada sen ham tiqtimi? Kimga tiqdi yana? Oti nima? Qaysi bolalarga tiqdi? Qamalaning bitta o'rtog'i. Muhammadaminga ham tiqtimi? Yana qaysinga tiqdi? Yo'q. O'ziga tiqmadi. Yana kimga tiqdi? Hamma yuziga. Yo'q. Otini bilasanmi? Yana boshqa o'rtoqlaringning otini? Sizlar nima to'polon qildinglarmi sizlarga tiqdimi? Qo'yaman o'tdi. Ha? Keyin? Qo'ymadan uxlamadi. Ko'p o'tirdim-de. Keyin qo'lingizga tiqdimi? Nima dedi? Biladi ki qo'limga tiqadi. Yig'ladingmi keyin? Qon chiqdimi? Boshqa bolalar qayerga tiqdi? Qamadami bitta joyga tiqdi. Bunday bog'chapalarga o'ylaymanki, siz ham ikki og'iz o'z fikringizni bildirib o'tasiz. Siz bilan biz bilganimiz shu, bilmaganimiz hali qancha. Nima bo'lganda ham hammaga insof bersin. O'sha yosh bolalar bir kun dunyoni boshqarishiga ishonamiz va umid qilamiz. Sizlar bilan men Muhammadjon Madih, bloger. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.